O'rtoqlar, mana bu buildingni bilasizlarmi? 26 Federal Plaza. Hozir intervyuga keldik. Kelamiz, kiramiz. CBP orqali kelgan bolani marriage intervyusi bo'ladi hozir. 26 Federal Plaza o'rtoqlar. Buni taniganlar bormi joylarni? Xo'sh o'rtoqlar, intervyudan chiqdik. Green cardda tasdiqlandi. Bunaqasi bo'lmagan. Bo'lgan-u, lekin CBP1 bo'yicha birinchisi bo'lyapti. Advokatni o'zi aytdi. Aka bilan unaqa bo'ladi. Ne advokat tapan ofitserda o'zi aytdi, endi faqat Meksikani sudini yop dedi. Green cardini xudo xolasan 7 kunga olasan. Bitta lekin narsani aytaman dedi, O'zbekistonga lekin borishing mumkin emas dedi. Green card bilan. Agar dedi fuqarolik olsang, keyin xohlagan narsangni qil dedi. Tak что intervyu zo'r o'tdi. Shu tabrik. Green cardda xudo xolasa bu yil meniki уже 4-inchisi bo'lyapti-da. Xudo xolasa. O'rtoqlar esdan chiqdi-ku. Pasportni hozir mana berdi. U qo'liga berdi, birdan. Bo'ldi dedi. Mana O'zbekiston pasporti qaytarib berdi. Ishqilib o'rtoqlar mana chiqdi xursand. Ha, mana bu O'zbekistonning pasporti bu ICE olib qo'ygan 23-yil. Mana endi hozir qo'liga berdi. Intervyudan keyin. Endi approve deb aytdi. Endi xatini bitta tasdiqini kutyapman. Chunki menga shunaqa voqealar ham bo'lganda, men approve deb aytsa, keyin u bu deb yana tekshirish qilib bermagan holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun men approve'da kelsin. Shuni kutyapman. Balkim bu o'zini bu odam o'zi supervisor edimi? Chunki pasporti berdi-da. ICE olib qo'ygan pasporti berdi. Ko'ramiz o'rtoqlar, approve'da kutib o'tiramiz. Odatda agar 2 kunda approve kelmasa, demak muammo. Agar yo bugun, erta, qani kelsin, qo'yay, keyin buni men hamma joyga qo'yaman-da. Hozircha endi faqat kutamiz. Duoda biza o'rtoqlar. CBP1 orqali kelgan 23-yil. Xudo xolasa ko'ramiz. Xo'sh o'rtoqlar, mana endi bemalol 100% mana CBP1 bilan kirgan Meksika orqali kelgan odamni ishi green card ishi hal bo'ldi, tasdiqlandi deb aytsak bo'ladi. Так что qancha vaqt ketdi? 1 yil 3 oyda hal bo'ldi, xudo xolasa. Endi green cardga kelishini kutamiz. Social security'ni almashtiramiz, chunki endi work authorization kerak emas. O'zbekiston pasporti bor. Bemalol O'zbekistondan tashqari boshqa davlatlarga chiqib kelsa bo'ladi. Endi Kanada, Meksika umuman u yerda viza kerak emas, adashmasam. Mana shu o'rtoqlar, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ularga mana shunaqa kunlar kelsin.